Assalomu alaykum YouTube ahli, assalomu alaykum ahli YouTube aziz obunachilar. Ana xudo xolasa ikkinchi qatorini ham tugatib oldik bu tomonini. Xudo xolasa nasib bo'lsa mana bo'ldi. Bu eshik deraza, qush eshik deraza. Bo'ldi, ikki qator bo'ldi nasib. Ana bu tomoniga loylar tayyor bo'lib, zagotovkalar bo'ldi. Endi nasib bo'lsa xudo xolasa ertadan urishni boshlaymiz. Bu tomonlarni ham hali bitgandan keyin video qilaman. Ko'rib ishlarimizga baho berasizlar. Ikkinchi qatorini nasib bo'lsa xudo xolasa qurgandan keyin qirqiladi, tortib tekislanadi. Nasib bo'lsa mana birinchi qatori o'zi tekislik. Ikkinchi qatorlari hali tortilib kesiladi endi. Ferma bu molxona, mol ferma. Vodiy bo'ylab xizmatdamiz hamisha. Объемga, joyga qarab kelishaveramiz. Tortilib kesiladi, xudo xolasa nasib bo'lsa. Bu tomonlari ham endi sergib qurib qoldi. Ertaga nasib bo'lsa tortib kesiladi. Tekis chiqadi. Burchaklari, ugillar, qirralari. Mana bu tomonlari ham hali qirqilgani yo'q, endi qirqiladi. Mana qirqilgan joyi mana atviska tortilib endi tekis bo'lib kesiladi. Tomoni o'zi kesilgan mana raxlari. Lelinkaday bo'ladi. Vodiy bo'ylab xizmat qilamiz. Arzon, hamyonbop. G'ishtan, penoblokdan, gazoblokdan, shlakablokdan. Allambalo yana nimalar chiqdi-yu. O'sha narsalardan arzon tushadi. Ham pishiq bo'ladi paxsa. Qishda issiq, yozda salqin. Mustahkam bo'ladi. Mana ko'plar paxsani so'raydi. Kommentariyalarda yozishadi. Yorilyapti deydi. Paxsa qurigandan keyin yoriladi. O'sha qurish hisobiga paxsa tortilib yoriladi-da. Yoriqda ziyoni yo'q. Tomonlarini ham ertaga o'raylik. O'rib bo'lganimizdan keyin birinchi qatorni video qilaman. Andijon viloyati Bo'z tumanidamiz. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsataveramiz. joyga qarab, ob'yom katta bo'lsa kelishilgan narxda bo'ladi.
Bu tomonlari ertalab urilgan edi. Ashiya ulangan joydan urilib boshlagan edi. Mana bu tomoni ashagacha bo'ldi. Endi ertaga xudo xolasa u tomon uriladi. Abisanaga nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab hamisha xizmatdamiz. Salomat bo'lasizlar.